Dunyoda yagona joy bor, u yerda vaqt mavjud emas desak ham bo'ladi. Xush kelibsiz Samoray oroliga. Bu yerda soat necha ekanini hech kim so'ramaydi. Tabiat o'zi jadvalsiz yashaydi. Yozda quyosh 69 kun botmaydi. Abadiy tongni eslatadi. Keyin keladi qishki tun, oylab cho'ziladigan qorong'ulik, lekin bu zulmat qo'rqinchli emas. U shimoliy chiroqlar bilan gullaydi. Yashil, binafsha va ko'k ranglarda. Samarayda hech kim jadval bo'yicha yashamaydi. Tungi 2 da ashula aytmoqchimisiz? Kerak bo'lsa baliqchilar ham sizga qo'shilib aytadi. Hech qanday muammo yo'q. Yarim tun plyajda yugurmoqchimisiz? Yoki soat 4 da muzli suvga sakramoqchimisiz? Farqi yo'q. Shunchaki u yoqda bu tabiiy ritm hisoblanadi. Bu yerda uyqu qo'ng'irog'i haqoratli so'z hisoblanadi. Odamlar u yerda his-tuyg'ularga quloq solishadi va tabiat bilan uyg'un yashashadi. Samoray bu joy sizga shuni ko'rsatadiki, vaqt illyuziya, hayot esa haqiqiydir. Siz Samoray oroliga borgan bo'larmidingiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Xohlasanglar obuna bo'linglar.